Bugun men siz bilan juda muhim masalani muhokama qilaman. Barcha pensionerlar tibbiy komissiyadan o'tishga majbur qilinadimi? Bu talab kimlarga tegishli, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar bemalol bo'lishi mumkin? Bu mavzu ayniqsa pensiya olayotgan ota-onalarimiz, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar, qarindoshi uchun hujjat yuritayotgan farzandlar va mahalla orqali yordam so'rayotgan fuqarolar uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta kechikkan hujjat yoki komissiyaga o'z vaqtida bormaslik natijasida odam o'ziga tegishli to'lovni vaqtincha ololmay qolishi, qayta tekshiruvga chaqirilishi yoki ortiqcha asabiylashilishi mumkin. Shuning uchun hozirroq diqqat bilan eshiting. Men bu masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Agar sizning oilangizda pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, parvarishga muhtoj kishi yoki doimiy davolanishda yurgan odam bo'lsa, bu ma'lumot sizga albatta kerak bo'ladi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki shunday tushuntirishlar ko'p odamning vaqtini, pulini va asabini saqlab qoladi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Odatdagi yoshga doir pensiya olayotgan har bir pensioner avtomatik tarzda tibbiy komissiyadan o'tishga majbur degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Har bir pensionerga bir xil talab qo'yilmaydi. Tibbiy komissiya deganda ko'pchilik darrov pensiyamni to'xtatib qo'yishar ekan, hammani qayta tekshirishar ekan, kasalxonaga yotqizishar ekan deb o'ylaydi. Aslida masala ancha nozik. Oldin qanday edi? Ko'p hollarda yoshga doir pensiya tayinlangandan keyin odam faqat shaxsiy ma'lumotlari, bank kartasi, yashash joyi yoki boshqa hujjatlar o'zgarganda pensiya jamg'armasi bilan aloqaga chiqardi. Agar fuqaro oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, u har yili tibbiy komissiyadan o'tishi shart emas edi. Chunki yoshga doir pensiya sog'liq holatiga emas, ish staji, yosh, badallar va qonunda belgilangan shartlarga qarab tayinlanadi. Lekin nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi boshqa masala. Bu turdagi to'lovlarda tibbiy xulosa juda muhim rol o'ynaydi. Chunki to'lovning asosi aynan sog'liq holati, mehnat qobiliyati cheklangani, doimiy parvarish zarurligi yoki organizmdagi jiddiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ayrim fuqarolar belgilangan muddatlarda tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasidan o'tish kerak bo'ladi. Odamlar orasidagi chalkashlik ham shundan kelib chiqadi. Kimdir nogironlik bo'yicha qayta komissiyaga chaqiriladi. Boshqalar esa buni eshitib, barcha pensionerlar majburiy tekshiruvdan o'tar ekan deb xulosa qiladi. Hozir nima o'zgargan? Eng katta o'zgarish shuki, tizim bosqichma-bosqich aniqroq, raqamliroq va nazoratliroq bo'lib bormoqda. Ya'ni avvalgidek qog'oz hujjatlar yo'qolib qolishi, bir idoradan ikkinchisiga odamning o'zi yugurishi, xulosa kechikishi kabi holatlar kamaytirilmoqda. Lekin bu bir vaqtning o'zida shuni ham anglatadi. Kimning qayta ko'rik muddati kelgan bo'lsa, kimning tibbiy hujjatlarida savol tug'ilsa, kimning nogironlik guruhi muddatli belgilangan bo'lsa, u e'tiborsiz qoldira olmaydi. Chunki tizimda muddat ko'rinib turadi. Qayta ko'rik sanasi keladi. Tegishli tashkilotlar ma'lumotni solishtiradi. Endi kimlar xavotir olish kerakligini alohida tushuntiraman. Birinchi toifa. Muddatli nogironlik guruhi belgilangan fuqarolar. Masalan, 63 yoshli ikki guruh nogironlik pensiyasi oladi. Lekin uning xulosasi 1 yil muddatga deb berilgan. Demak, u 1 yil o'tgach yana tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lishi mumkin. Agar u men baribir pensionerman, bormasam ham bo'ladi desa, muammo chiqadi. Chunki uning to'lovi yoshga doir pensiya sifatida emas, nogironlik asosida hisoblanayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda komissiya xulosasi yangilanmasa, to'lov masalasi to'xtab qolishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bor, lekin hujjatlarida muddat, guruh yoki tashxis bo'yicha o'zgarish ehtimoli bo'lgan fuqarolar. Masalan, bir ayol 7 yoshda, unga og'ir operatsiyadan keyin 3 guruh nogironlik berilgan. 1 yil o'tgach shifokorlar uning ahvoli yaxshilangan yoki aksincha yomonlashganini baholash kerak bo'ladi. Agar ahvoli yaxshilangan bo'lsa, guruh o'zgarishi mumkin. Agar ahvoli og'irlashgan bo'lsa, darmagan. 2 guruh yoki parvarishga muhtojlik masalasi ko'tarilishi mumkin. Demak, komissiya faqat olib tashlash uchun emas, ba'zan insonning huquqini kengaytirish, ko'proq yordam olishiga asos yaratish uchun ham kerak. Uchinchi toifa. Parvarish puli, ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha imtiyozlar sog'liq holatiga bog'liq bo'lgan oilalar. Masalan, uyda 75 yoshli ona bor, u yurishga qiynaladi, lekin oddiy yoshga doir pensiya oladi.
farzandlari onamizga parvarish uchun yordam yoki boshqa ijtimoiy xizmat kerak deb murojaat qilsa, tibbiy xulosa so'ralishi mumkin. Bu yerda gap pensiya saqlab qolish haqida emas, balki qo'shimcha yordamni asoslash haqida ketadi. Shuning uchun odamlar tibbiy komissiyani faqat jazo yoki majburiyat deb emas, huquqni tasdiqlovchi mexanizm deb ham tushunishi kerak. 4-toifa. Uzoq vaqt yashash joyida bo'lmagan, boshqa viloyatda yashayotgan yoki hujjatlari yangilanmagan pensionerlar. Masalan, pensioner Toshkentda ro'yxatda turadi, lekin 2 yildan beri Farg'onadagi farzandinikida yashaydi. Uning bank kartasi ishlayapti, pensiya tushyapti, lekin tibbiy xizmat boshqa joyda olinmoqda. Agar u nogironlik bo'yicha qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, qayerga murojaat qilishni oldindan aniqlash kerak. Aks holda muddat kelganda men xabarsiz qoldim deyishi mumkin, lekin tizimda muddat o'tib ketgan bo'ladi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz sog'liq holatiga bog'liq bo'lmasa, nogironlik guruhi bo'lmasa, parvarish puli yoki tibbiy xulosa talab qilinadigan qo'shimcha to'lov olmasangiz, faqat hammani komissiyaga chaqirishadi degan gapdan qo'rqib ketishingiz shart emas. Yoshga doir pensiya odatda yosh va mehnat stajiga asoslanadi. Masalan, 66 yoshli ota 35 yil ishlagan, pensiyasi shu asosda tayinlangan. Uning tizzasi og'rishi, bosimi ko'tarilishi yoki davolanishi pensiyani har yili qayta tasdiqlash kerak degani emas. Albatta u davolanishi kerak, poliklinikaga borishi kerak. Lekin bu pensiya to'lovi uchun majburiy komissiya degan yana bir misol. 7 yoshli bu oddiy pensiya oladi. Hech qanday nogironlik guruhi yo'q. U qo'shnisidan hamma pensionerlar komissiyadan o'tmasa pensiyasi to'xtar ekan degan gapni eshitdi. Bunday vaziyatda birinchi qilinadigan ish vahima qilish emas, o'z pensiya turini aniqlashdir. Pensiya yoshga doirmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Har birining talabi boshqacha. Ko'pincha chalkashlik aynan shu joyda boshlanadi. Rag'amli misol keltiraman. Tasavvur qiling. 3 ta pensioner bor. Birinchisi 37 yoshda, yoshga doir pensiya oladi. Oyiga 22 ming so'm tushadi. Nogironlik guruhi yo'q. U odatda majburiy tibbiy komissiyadan o'tmaydi. Ikkinchisi 60 yoshda 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Xulosasi 2025 yil iyungacha berilgan. U belgilangan muddatda qayta ko'rik masalasini tekshirish kerak. Uchinchisi 73 yoshda yoshga doir pensiya oladi, lekin yaqinda ahvoli og'irlashib, farzandlari nogironlik belgilash yoki parvarish xizmatini rasmiylashtirmoqchi. U holda tibbiy hujjatlar va komissiya kerak bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Uchalasining ham pensiyasi bor, lekin majburiyatlari bir xil emas. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, har doim qayta komissiyaga borish shart bo'lmasligi mumkin. Ba'zi kasalliklar, anatomik nuqsonlar yoki tiklanmaydigan holatlarda nogironlik muddatsiz belgilanadi. Bunday odam har yili o'z kasalligini qayta isbotlab yurmasligi kerak. Lekin bu umuman hech qachon hujjat kerak bo'lmaydi degani ham emas. Masalan, yangi imtiyoz olish sanatoriyga yo'llanma, protez ortopediya vositasi, parvarish xizmati yoki boshqa yordamlar uchun qo'shimcha tibbiy ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Komissiyaga chaqirilish har doim pensiyani bekor qilish degani emas. Ko'p odamlar komissiya so'zini eshitib qo'rqadi. Aslida komissiya insonning hozirgi holatini baholaydi. Masalan, ilgari 3 guruh bo'lgan odamning ahvoli og'irlashgan bo'lsa, unga 2 guruh berilishi mumkin. Bu esa to'lov miqdori, imtiyozlar, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari va boshqa masalalarda foydali bo'lishi mumkin. Demak, komissiyadan qochish har doim ham to'g'ri yo'l emas. Ba'zan odam o'z huquqini aynan komissiya orqali tasdiqlaydi. Uchinchi nozik jihat, hujjatlar to'liq bo'lmasa, muammo komissiyada emas, tayyorgarlikda bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam meni komissiya o'tkazmadi deydi. Keyin qaralsa, oxirgi tahlillar yo'q. Shifokor xulosasi eskirgan, kasallik tarixi to'liq keltirilmagan, ambulator karta topilmagan. MRT yoki rentgen natijalar olib kelinmagan. Komissiya esa faqat og'zaki gapga qarab qaror chiqarmaydi. U hujjat, tekshiruv, tashxis, davolanish tarixi va mutaxassis xulosasiga qaraydi. Shuning uchun tayyorgarlik juda muhim. 4-chi nozik jihat. Men kasalman degan gapning o'zi yetarli emas. Qonuniy nuqtai nazardan kasallikning nomi, og'irlik darajasi, mehnat qobiliyatiga ta'siri, o'ziga xizmat qila olish darajasi.
doimiy dori yoki parvarishga ehtiyoj bor yo'qligi muhim. Masalan, ikki odamda ham qandli diabet bo'lishi mumkin. Birinchisi dorilar bilan nazoratda, yuradi o'zini eplaydi, asoratlari yo'q. Ikkinchisida esa ko'rish pasaygan. Oyoqda yaralar bor. Buyrak faoliyati yomonlashgan, tez shifoxonaga yotadi. Tashxis nomi bir xil bo'lsa ham oqibatlari boshqa. Komissiya aynan shu farqni ko'radi. 5-nozik jihat. Yoshning o'zi nogironlik uchun avtomatik asos emas. Men 71 yoshdaman, demak menga nogironlik berilishi kerak degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Yosh katta bo'lishi albatta sog'liq muammolarini ko'paytiradi. Lekin nogironlik alohida tibbiy mezonlar asosida belgilanadi. Shu bilan birga keksa odamning yurishi, ko'rishi, eshitishi, o'zini o'zi parvarish qilishi, xotirasi, surunkali kasalliklari og'ir bo'lsa, bu holatlar tibbiy hujjatlar bilan asoslanishi kerak. 6-nozik shart. Chaqiruv yoki xabarni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zan odamga poliklinika, mahalla, pensiya jamg'armasi yoki boshqa mas'ul organ orqali hujjatlaringizni yangilang, qayta ko'rik muddati yaqinlashdi, tibbiy xulosani olib keling degan mazmunda xabar beriladi. Ayrimlar buni oddiy gap deb o'ylab vaqtni o'tkazib yuboradi. Keyin esa to'lov kechiksa hamma aybni tizimga yuklaydi. Men bunday vaziyatlarda doim shuni aytaman: har qanday rasmiy chaqiruvni yozib oling, sanasini belgilang. Kim chaqirganini aniqlang va hujjatlarni tayyorlashni boshlang. 7-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Komissiyadan o'tkazib beraman, guringizni saqlab qolaman, pulingizni ko'paytirib beraman degan odamlar paydo bo'lishi mumkin. Hech kimga qo'lga pul bermang. Hujjatlaringizni begona odamga topshirmang. Pasport yoki bank karta ma'lumotlarini tarqatmang. Rasmiy masala faqat rasmiy idora. Poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibi va qonuniy murojaat orqali hal qilinadi. Agar kimdir faqat bugun pul bersangiz hal qilib beraman desa, bu juda katta xavf belgisi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya yoki nafaqa turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki parvarish bilan bog'liq to'lovmi? Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan, shaxsiy hujjatlaringizdan yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Agar siz farzand bo'lsangiz va ota-onangizning ishini yuritayotgan bo'lsangiz, avval aynan qaysi to'lov turi ekanini bilib oling. Ikkinchi qadam, tibbiy xulosa muddatini tekshiring. Agar nogironlik guruhi bo'lsa, hujjatda muddatsiz deb yozilganmi yoki ma'lum sanagacha berilganmi? Masalan, 2026 yil 50 martgacha deb yozilgan bo'lsa, bu sana kelishini kutib o'tirmang. Kamida 2 oy oldin poliklinikaga boring, oilaviy shifokor bilan gaplashing, kerakli mutaxassislarga yo'llanma oling. Chunki tahlil, tekshiruv, to'r mutaxassis, navbat, hujjat yig'ish vaqt oladi. 3-qadam, barcha tibbiy hujjatlarni tartibga soling. Ambulator karta, shifoxonadan chiqish varaqalari, tashxislar, rentgen, UZI, MRT, KT natijalari, qon tahlillari, kardiorama, nevropatolog, kardiolog, endokrinolog, travmatolog, oftalmolog yoki boshqa mutaxassis xulosalarni alohida papkaga joylang. Hujjatning sanasi, muhr va imzosi borligini tekshiring. Eski qog'ozlar ham kerak bo'lishi mumkin, chunki ular kasallikning davomiyligini ko'rsatadi. Lekin faqat 5 yil oldingi qog'oz bilan cheklanib qolmang. Hozirgi holatni ko'rsatadigan yangi tekshiruvlar ham bo'lishi zarur. 4-qadam, poliklinikadagi oilaviy shifokorga aniq gapiring. Menga komissiyaga hujjat tayyorlash kerak. Nogironlik muddati tugayapti. Ahvolim yomonlashdi. Parvarishga muhtojlikni rasmiylashtirmoqchimiz deb maqsadni tushuntiring. Shifokor sizni kerakli mutaxassislarga yuboradi. Kasallik tarixini rasmiylashtiradi. Kerak bo'lsa tibbiy komissiyaga yo'naltirish masalasini ko'rib chiqadi. Umumiy mazam yo'q deyish o'rniga aniq shikoyatlarni ayting. Qancha yura olasiz, nafas qisadimi, ko'rasizmi? Eshitasizmi? O'zingiz ovqatlana olasizmi? Hojatga bora olasizmi? Dori ichmasangiz nima bo'ladi? Necha marta shifoxonaga o'tgansiz? 5-qadam, muddatlarni yozib boring. Men har bir oilaga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Unda 3 ta narsa bo'lsin. Qaysi idoraga bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, keyingi sana qachon? Masalan, 10 yanvar kuni poliklinikaga borildi. Oilaviy shifokor kardiologga yo'lladi. 15 yanvarga navbat olindi. 15 yanvar kuni kardiolog xulosa berdi. 22 yanvarga qon tahlili belgilandi. Shunda yozib borsangiz hech narsa adashmaydi. Ayniqsa keksa ota-onalar uchun farzandlar shu daftarni yuritsa juda foydali.
Oltinchi qadam, agar komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Masalan, sizga guruh berilmadi yoki oldingi guruh o'zgartirildi. Bunday holatda avval qaror sababini tushunishga harakat qiling. Qaysi mezon yetarli bo'lmagan, qaysi hujjat kam, qaysi tekshiruv talab qilinadi. Keyin qo'shimcha tibbiy dalillarni yig'ing va belgilangan tartibda qayta murojaat qiling yoki yuqori turuvchi komissiyaga shikoyat qiling. Shikoyatda meni nohaq qilishdi deb umumiy yozishdan ko'ra aniq faktlarni yozing. Tashxis, davolanishlar, shifoxona varaqalari, kundalik hayotdagi cheklovlar, mutaxassis xulosalari. 7-qadam, agar pensionerning o'ziga bora olmasa, oldindan tartibni so'rang. Ba'zi holatlarda odam yotoqda bo'lishi, yurmasligi, og'ir kasallik sababli idoraga bora olmasligi mumkin. Bunday vaziyatda bormasa bo'lmaydi deb qiynamasdan, poliklinika yoki tegishli tashkilotdan qanday tartib borligini aniqlang. Uyga shifokor chaqirish. Tibbiy hujjatlarni joyida rasmiylashtirish, vakil orqali murojaat qilish kabi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun ham hujjat va rasmiy ariza kerak bo'ladi. 8-qadam, hujjatlardan nusxa oling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik xulosasi, tibbiy ma'lumotnomalar, bank rekvizitlari, yashash joyi bilan bog'liq hujjatlar, ishonchnoma kerak bo'lsa ularning nusxasini tayyorlang. Asli hujjatlarni topshirib yubormang, faqat talab qilinganda ko'rsating. Agar biror idoraga hujjat topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki mas'ul shaxs ma'lumotini oling. 9-qadam, rasmiy manbadan tekshirmasdan gap tarqatmang. Mahallada, bozorda, avtobusda yoki ijtimoiy tarmoqlarda eshitilgan gap har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ertadan hammani komissiyaga olib borishar ekan. Bormaganlarning pensiyasi butunlay kesilar ekan. Faqat falon hujjat bilan qolar ekan. Kabi gaplar odamlarni qo'rqitadi. Siz esa shoshilmang. Pensiya bo'limiga, poliklinikaga, mahalla mas'uliga yoki rasmiy kol markazlariga murojaat qilib aniqlang. Eng to'g'ri qaror har doim hujjat va rasmiy javobga asoslanadi. 10-qadam, ota-onangizning holatini oldindan kuzatib boring. Ko'p farzandlar ota-onasining sog'ligi juda yomonlashib ketgandan keyin hujjat yig'ishga tushadi. Aslida esa yillar davomida davolanishlar, shifokor ko'riklari, tahlillar tartibli yuritilgan bo'lsa, keyin komissiya oldida holatni isbotlash osonroq bo'ladi. Masalan, ota har oy bosim dorisi ichadi, lekin poliklinikaga bormaydi, tahlil topshirmaydi, karta yuritilmaydi. Keyin otam yildan beri kasal deyilganda, qog'ozda dalil kam bo'ladi. Shuning uchun davolanish faqat dori ichish emas, rasmiy tibbiy kuzatuv hamdir. Yana bir muhim maslahat. Agar sizda bir vaqtning o'zida bir nechta muammo bo'lsa, ularni alohida tushuntiring. Masalan, odamda yurak yetishmovchiligi, qandli diabet, ko'z ko'rishining pasayishi va tissa bo'g'imida og'ir artroz bo'lishi mumkin. Komissiya uchun har bir kasallikning hayotga ta'siri muhim. U 100 metr yurganda to'xtab qoladimi? Zinadan chiqa oladimi? Insulin oladimi? Ko'zi bilan hujjat o'qiy oladimi? Uyda yolg'iz qolsa xavfsizmi? Bularning hammasi tibbiy va ijtimoiy baholashda ahamiyatga ega. Shuningdek, bank kartasi va pensiya tushumini ham kuzatib boring. Agar to'lov kechiksa, darrov vahima qilmang. Avval bankdan, keyin pensiya jamg'armasidan sababini aniqlang. Ba'zan texnik kechikish bo'ladi, ba'zan karta muddati tugaydi. Ba'zan hujjat yangilanishi kerak bo'ladi. Agar sabab tibbiy xulosa muddati bilan bog'liq bo'lsa, darhol poliklinika va mas'ul tashkilot bilan bog'laning. Vaqt o'tgani sari masalani hal qilish qiyinlashadi. Demak, asosiy fikr shunday: har bir pensioner avtomatik tarzda tibbiy komissiyadan o'tishga majbur deb qo'rqish kerak emas. Lekin nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar, muddati tugayotgan tibbiy xulosasi borlar, parvarish yoki qo'shimcha imtiyoz rasmiylashtirmoqchi bo'lganlar, hujjatlarda o'zgarish bo'lganlar bu masalaga jiddiy qarashi shart. Eng katta xato vahima qilish yoki aksincha umuman e'tibor bermaslikdir. To'g'ri yo'l. To'lov turini aniqlash, muddatni tekshirish, tibbiy hujjatlarni yig'ish, poliklinikaga vaqtida murojaat qilish va hammasini rasmiy tartibda yuritish. Men sizga masalani qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun tushuntirdim. Chunki bunday mavzularda bir kunlik kechikish ham odamni ortiqcha yugurtirishi mumkin. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning pensiya turi va hujjat muddatlarini tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarni yoki nogironlik nafaqasi oluvchilarni qayta komissiyaga chaqirish holatlari bo'lyaptimi? Qanday muammolarga duch kelyapsiz?
videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi, bobosi yoki nogironligi bor yaqinlari bo'lgan odamlarga albatta yuboring.